Barchaga assalomu alaykum azizlar. Toshkent Sergeli mashina bozoriga tashrif buyurganmiz. Hafta kuniga yakshanba 14-dekabr sanasi bilan videolar boshlaymiz. Hozirgi videomiz aralash bo'ladi. Matiz, Nexia, Spark, Lastich, Gentra, Luboy qanaqasi to'g'ri kelsa bir qator olib narx-navolarni kanalga joylab ketaveramiz. Aziz do'stlar, sizlar Ulxon Tog'a kanaldasizlar. Sizlar bilan men kanal admini Ardongidek Ulxonman. Like, obuna bo'lish, kanalga esdan chiqmasin. Ana, ko'rib turganlaringdek Matiz, Lastich, Gentra, Spark, Matiz qo'yib tushirib ketaveramiz. Xormay aka sotiladimi? 23 ekan, 31 ming yurgan. Narxlarni ham yozib qo'yibsiz-ku, kraskalar qayerda bor? A? To'g'ri o'zi. Xo'p, avtomat mexanika. Xo'p, 23 mexanikasidan 31 ming yurgan. 11 ming turist narxi mana. Kanalga qo'yib tushirib ketaveramiz. 99lik 901 88 78 aloqaga chiqaverasizlar. Variant barter bormi, yo'qmi ishi? Variant barter yo'q. Mana. Ko'rishlaring mumkin. 11 ming turist. Matiz, Spark. Spark sizdanmi, tog'a? Qo'ysam bo'ladimi? Yozib qo'ygan ekansiz. 26-18-yil ishlab chiqarilgan, 206 ming yurgan. 4-pozitsiya Spark. 6700 ni chizib, 6,5 ming qilib qo'ydi. 33lik 669 1155. Mana Spark. So'raganlar uchun. Matizlar qo'yib qo'yibdi 2700 mana. 2008-yil 2700. Qaymoq rang Matiz. Buni ham qo'yib o'tib ketaveramiz. 95lik 3/1 1332 ekan telefonlari. 3-pozitsiya Matiz. 2700. Mana. Birin ketin qog'ozga yozib qo'yibdi, tushirib ketaveramiz. Buni narxini yozmabdi menimcha. Gaz yo'q. Tog'a sizdanmi qora? 23. Metan gaz Nexia 1.6 14 326 ming yurgan 285 03 43. Aloqaga chiqaverasiz. 2014. Bu nech bo'lagan Nexia kechirasiz? Nech bo'lagan? 5200 ekan. 14. Sonusmi, gibridmi? Motor. Sonus gibrid. Bilmaysan. 236 ming yurgan, 90lik 984 46 59 5200 mi? Narxi 5200. 2014-yil aytdim ukamjon. Lastning egasi yo'q. Bitta Nexia 3 bor ekan. Hormaylar nech bo'lar ekan bu? Sizda olganim yo'q, narxini ayting. YouTube'da ko'rasiz-ku, baribir, to'g'rimi? Mashinalar. Buni ham qo'yib ketaylik. Qancha katta tabiiy yurgan? 86 ming yurgan 8,5 ming. Telefon nomer qoldirib qoldirmang. Ya olmadim sizni. Olmadim. Xo'p. Mexanika avtomat? Mexanik. Nexia 3. Tak. 2020 86 ming yurgan, 98lik 306 03 07. Narxi qancha dedingiz? 8,5 ming kelishtirib berar ekan mana. Nexia 3. Mana yonboshdan ko'rinishlari, egalari bizada olmaydi qoldi. Marat aka mashina ko'rib beryapti. Xormayli egasi kimdan ekan? Mendan. Sizdanmi? YouTube'ga qo'yversam bo'ladimi? Lasetda 13 ekan, 285 ming yurgan. Narxi 7 ming. Kraskalar qayerda bor ekan? 97lik 728 3007. Naqdga sotilar ekan. Egasi. Kraskasi bormi yo'qmi? Shep? Trilla bagaj. Bo'ldi. Sal oyog'ingizni nima qilib tursangiz, o'tib ketaylik. Bu. Trilla bagajda bor ekan. Mana. Mashina umumiy har xil nimalardan tushirib ketaveramiz. Spark bor ekan. Narxi nech bo'lar ekan? O'tiravering, alaykum assalom. 6100 bosib beraman. Yana gap yo'q, 6100. Metan gazlari bormi? Bor, 3 paket metan gaz bor.
2018 3 pakalina metan gazlari bor ekan, minishga tayyor deyapti. 176.500 yurgan. 94 lik 418 82 80. Qancha bo'lsa beraman deysiz? 6100 bo'lsa beraman. 6100 bo'lsa dangaliga berib olaman deyapti mana egasi. Mana orqadan ko'rinishlari. Qiziqqanlar bo'lsa telefon nomerida aytdik. 6100 ga Spark mexanika variantidan. Kraskalarini qaysi tomonda dedingiz? Kraskalar 3 ta eshik kapotda bor. 3 ta eshik kapotda bor ekan. Like, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Spark. Xo'p, bu-chi, bu kimdan ekan? Uxlayapti-ku. Bu lizota qilmang. So'kib qolmasin-ki. 11000 so'rayapsiz. 11300 mi? Kraskasi toza. Kraska tozi 67000 yurgan, halol debdi, holati zo'r. 11300 kam bor. 94 lik 827 7222 aloqaga chiqaverasizlar. Kraska bo'lgan yangi akkumulyatorni yo'q. 4 ta archa balon yangi ekan. Ichgan ko'rsatsam bo'ladimi? O'qishini ko'rsatdim. Avtomat. Mana orqadan ko'rinishlari. Lacetti Gentra 11300 da. Telefon nomerlarini aytdik, narxini aytdik. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 11300 kam bor ekan. Dehqonchilikmi deyman aka siz? Yo'q. Tirikchilik. Ha, yaxshi. Nexia 2 da bor ekan. Aka hormang. Qo'yamizmi YouTube'ga? Narxini ayting yili bilan. Qiziqda. 3.5 ming yili. 13. 3.5 ming. Qiziqqanlar bo'lsa mana Lacetti 13. Hop. 11 mingga 20. 188 ming yurgan Lacetti Gentra mana. Orqadan ko'rinishlar. 002 partiyada Lacetti Gentra 488 ming yurgan. 90 lik 338 53 29. Mana 11 ming deb yozib ham qo'yibdi. Ana shu hozirgi olayotgan videom dehqonlardan olyapman. Azobunachilar bemalol telefon qilib, gaplashib ko'rsanglar bo'ladi. Foydadan xoli bo'lmaydi. Sizdanmi ship? Qo'ysak bo'ladimi YouTube'ga? Narxi qancha aka? Buni narxi 6300. Shuni aytyapsizmi? 6300. Mexanika ekan-a? Spark. Yili necha edi buni? 18. Probiglar yozib qo'yibsiz-a? 200 ming yurgan, 77 lik 079 05 07. Metan gazlari bor ekan 4-pakalina. Ko'rishlaringiz mumkin mana Sparkimizda. Narxlarini aytdik, nomerda aytdik. Rahmat. Yana bitta Lacetti bor ekan. Sotiladimi? Sotiladimi? YouTube'ga qo'ysak bo'ladimi? Bo'ldi. Ha. Avtomatmi? Avtomat mexanika? Mexanika. 2010 ekan mashina. Xo'p. Ishi yo'q, qayerdadir. Bitta shumka. 342 ming probeg, 1.8 mexanika, 94 lik 405 08 49. Narxi qancha? 5700 dan o'tib beramiz dedi. Mana orqadan umumiy ko'rinishlari. 5700 dan o'tib beramiz dedi. Aka rahmat, bo'ldi, bemalol o'tiraverasiz. Da epika bor ekan bu yerda. 2010 yilda ishlab chiqarilgan 100% toza. Kraska bo'lsa kerak 238 ming yurgan Spark. Ko'raylarchi Delfin Sweet. Ko'rsatib ketamiz uni. Sizlardan ko'raylik. Ko'rishlaring mumkin. Bir xil mashina. O'zi yozgan ekansizlar ma'lumot. Kraska tozami? Kraska top-toza. Motor hadovo yaqin qilingan, ishi yo'q. Motor hadovo yaqin qilingan. Narxi 5000. Narxi 5000. Narxi 5000 ekan. Ko'rishlaring mumkin. Motor hadovolar yaqin. Oladi minadi. Minishga tayyor. Minishga tayyor. 4 ta mana qisqa diska balonlar ham taqilgan. Bu-chi, bu kimdan? Buni yili nechi? 18. Buni ham yozib qo'yibsiz. 10200 mi deyman? To'g'ri ko'rdimmi? 2018 10200. 3-fayzisi full varianti ekan. Kraska toza. Xo'p. 107500 yurgan. Amerikan Cooper yaxshi balon, 4-pakalina metan gaz. Malibu rul, kardinal chipon, qo'rik. Ha, bu ham minishga tayyor. Generalni bo'ladimi?
Gen chiqmaydi. Faqat afarmina qilinadi. Gen chiqmaydi, faqat afarmina qilinadi. Like, kanalga obuna bo'lish, esdan chiqmasin. Zo'rlari Ulxon tog'a kanalida bo'ladi faqat. Mana qog'ozda barcha ma'lumotlar yozilgan. Aka rahmat. 11,5. Ikkimiz. Siz yilinichi buni? 15. Super. Kraskasi kapotni ustiga bor и orqa kalinka. Orqa kalinkada bor. Nexia 160 ming yurgan. 4 metan gaz. 4-chi pakalina metan gazlari bor ekan. Bu ham minishga tayyor. Bu ham bir pul bo'lsin. Bir pul mashina. Buni narxi 5300 ekan, Chexol, pol, Shularga bo'lsa 5000 ga beramiz. Dangaliga xaridor bo'lsa, jazman oladigan. Bo'ldimi, tugadimi, yana bormi? Ular O'sha birinchi qo'ydim, Sparkni qo'ydim shekilli. Buni qo'ydim. Qo'ydim, shu yana bitta Spark bor ekani, qanaqadir mashina kerak bo'lsa, nomeriga telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. U 97lik 421 0420 nomeriga aloqaga chiqasizlar. Nexia, Last Gentra, Spark har xilidan bor ekan. Cobalt bor ekan. Onyx bor ekan bitta. Onyx kimdan ekan? Assalomu alaykum. Qo'ysak bo'ladimi? YouTube'ga qo'ysak bo'ladi? Shart emas. Narx qancha? 11,5. Baraka bo'ldi? Bu haftada barakasi o'sha. Qanchaga taxminan? 11 milliga bor. 11 minglarga ana 12 24 34 ming yurgan. Baraka bo'lib turibdi xudo xolasa deyapti. Mayli, savdoyingiz bersin. Ana xullas, aziz do'stlar, videoga yakun yasaymiz shu joyda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog', salomat bo'linglar.